Xormeylar. O'zbekiston ahli. O'zbekistonni futbolni ashaddiy muxlislari qaraysizlar endi. Futbollarni ham mana o'tkazib oldik. Jahon chempionatini. 3 o'yinni kutdim. O'tishini-da endi undan oldin bir video chiqaruvdim-ku. Kanada bilan bir o'rtoqlik uchrashuv o'ynashdi-yu boshida. Jahon chempionati boshlanmasdan oldin. O'shanda bir intervyu video chiqarganimda ancha-muncha futbol muxlislariga meni gaplarim yoqmadi. Negativ gaplar qilib, negativlar yozib kommentariyalarda. O'shanga endi nima bo'ldi endi? O'sha muxlis shinavandalari, futbol muxlislari yozuvdilar-yu. Aka, ashulangizni aytsangizchi, futbolni F harfiga tushunmas ekansiz. O'zimizni futbolistlarning otini bilmas ekansiz. Nima qilasiz futbolga aralashib deb ozgina dadaxonlik qiluvdinglar-yu, nima bo'ldi endi dadaxonchilik? Ko'pchiliginglardan yaxshi tushunaman men futbolni, xudoga shukr. Men yoshligimda futbolist bo'lganman, yoshligimda. Ko'pchiliginglardan zo'r tushunaman futbolni. Hammasini otini bilaman. O'sha nomerlarni aytib chiqdim-ku bir 3 tacha futbolistni. Hammasini otini bilaman. Men jahlim chiqqanda atidan men tanimayman bularni. Mashaqa deb gapirib chiqdim. Nima bo'ldi endi? 11 ta gol nima qilamiz endi? 11 ta futbolistga padarka qilamizmi endi bitta-bittadan? Men o'zimizni futbolistlar ustidan kulmoqchi emasman. Eng jahlim chiqqani mana 3 ta o'yin o'tdi. Kolumbiya 3-1, Portugaliya 5-0, yana Kongo 3-1. Gap yo'q. Bir yaxshi o'ynashdi, bir duxligiga tushyapti, bir yana tashib yuborishyapti, bir 60-70-minutlardan keyin umuman charchab qolyapti bolalarda. Xullas o'sha gap. Yoshlarni qo'yverish kerak, bo'ldi. Mana o'yinda Karimov, Behruz bitta udar tepib, agar goli kirganda shunaqa zo'r bo'lardi. Goli kirmay qoldi. Men iloyim omadini bersin. Shu ukamga men muxlis bo'ldim, to'g'risi. 18 yashar bola ekan. Iloyim omadini bersin. Mana shunaqa bolalar kerak, mana shunaqa yoshlarni qo'yish kerak. Endi xudo xolisa 2030-gacha agar yaxshi trenerlar o'zimizdan qo'yilsa, mana Kapadzeni qo'yish kerak edi. Hozir u haqida ham gapiraman. O'zimizni trenerlarni qo'yish kerak. Oltigarchilik qilib, chet eldan olib kelib, uni olib kelib, buni olib kelib. Oldinga nima bunyodkorda bir Scolari keluvdi-yu, brazilskiy trener. O'zi o'shandan ham qarzimiz bor hali to'lanmagan. Rivaldodan qarzimiz bor ekan. Ko'p narsani bilaman men, ko'p narsani. Chunki futbolni tushunganim uchun bilaman. O'zimizni Temurni bekor olib tashlashdi. Men Kanavaroga nima bor? Mana bo'ldi. 4 millionni olib sekin Italiyasiga oyog'ini beradi. Na jonini kuydiryapti. Na uni qilyapti. Mana City'da Guardiola'lar bor-ku. Agar Manchester City gol o'tsa o'zi qanaqa jahli chiqib, tomog'idan tomirlari chiqib ketib, qizarib ketadi. Mana bular haqiqiy trenerlar-da. Bu nima boshidan yetib qo'yganmish tag'in. Men hali O'zbekiston terma jamoasiga javob bermayman. Yutqizsa ham bizani to'g'ri tushunasizlar deb boshidan o'sha gapirib qo'ygan, o'sha oldini olib qo'yganda ko'z yetmasligini. Xullas bekor qildinglar. O'sha federatsiya o'zimizni futbol federatsiyasi mana shu Temur Kapadzeni olib bekor qildinglar. Bu meni fikrim emas, ancha-muncha o'zbekistonlik futbol tushunadigan muxlislarning fikri bu, meni ham fikrim. Chunki men ham shu O'zbekiston fuqarosiman. Meni haqqim bor fikr bildirishga. Muxlis bo'lganimdan keyin men fikr bildiraman. Keyin nima deymiz? Xullas Masharipov ham esimga tushib qoldi. U yoqda olib tashladi sostavdan. Masharipov hech qachon griji bo'lmagan u bola, hech qachon mazasi qochib qolib, uni tarkibdan olib mashaqa gaplar chiqarib yuborishdi-yu. Meni bitta oyog'im Amerikada, bitta oyog'im O'zbekistonda. Shuni bilib olinglar. O'sha futbolda
tushunib qo'yaman deydigan bolalar, yigitlar yoki akalar, Masharipov hech qachon mana shu turnirda, mana shu jahon chempionatiga ketganda hech qanaqa umurtqasi ham grija bo'lgani yo'q, mazasi ham qochgani yo'q. Erta qanaqadir kelishmovchilik bo'lgan. Endi buni men videoda gapirmayman, chunki Amerikadan menga svodga kelib turadi. Meni yaqinlarim o'sha yerda, men o'zim ham Amerikada yashayman. Hozir endi O'zbekistonda to'y sezoni bo'layotgani uchun men O'zbekistondaman. Xullas, oka taktika bo'ldi. Ana uchrashuv Kanada bilan mehmonlik uchrashuvida taktikani bekityapti Kanavaro. Bolalarimiz o'yinini ko'rsatish kerak emas. Ertaga jahon chempionatida mana bu gruppadagi Kolumbiya, Portugaliya, Kongo taktikani ko'rib qolsa keyin bo'lmaydi degan. Qani endi aqllilar, nima bo'ldi taktikalar endi? Qani bir menga kommentariyada yozinglar agar aqllilar yetsa. Nima bo'ldi? Bekitgan taktikalar. Shuning uchun ko'p gapirish kerak emas. Ancha-munchalardan yaxshi tushunaman futbolni men. Bo'ptimi? Faqat xafa bo'lmanglar. O'zimning fikrimni bildirishga men bu videoni yana chiqardim. O'zi menga vashi kerak emas bu narsalar. Men haqqim bor chunki futbolga qiziqaman men. O'zimning fikrim yana men hech qanaqa PR anaqalarga qiziqmayman. Alhamdulillah hamma narsam yetarli. Allohga behisob shukr. PR bilan men mabda podpischik yig'ib yoki o'zimga anaqa qiladigan hech qanaqa qiziqmayman bunaqa narsaga. Instagram даже tushunmayman ham. Men Instagramimni adminim yurg'izadi o'zi. Ora-orada mana shunaqa o'zimning fikrimni bildirishga men video qo'yib turaman. Bu PR uchun emas. PRchilar o'zi bor, san'atkorlar. Ana o'shalarga berasizlar bunaqa savollarni. Sog' bo'linglar. Xullas 2030-da Saudiyada ko'rishamiz. Saudiyadami o'zi jahon chempionati 2030? Shunaqa deb bir ko'ruvdim men. Ungacha futbol federatsiya deylar, O'zbekistonning futbol federatsiya deylari, iltimos yosh zo'r o'yinchilarni qo'yinglar bundan buyon iltimos. Bo'ldi, yosh kattalarga sekin o'zinglar bilasizlar nima qilishni. Bo'ldi. Hammanglarga omad. Sog' bo'linglar. Meni gapim agar qo'pol bo'lgan bo'lsa, men bor uzr so'rayman. Futbolga muxlis bo'lib qolamiz, xudo xolisa. Men ham O'zbekiston uchun kuyinaman, achinaman, chunki shu yurt farzandiman. Sog' bo'linglar, omad.